29 may 2025-yil O'zbek Davlat Milliy akademik drama teatrida tashrif buyurdik. Mana teatr san'at ixlosmandlari bugun ushbu teatrda gavjum. Mashhur suxandonlarimiz ham Ra'no Jo'rayeva, Iltiz opalarimiz hammasi bugun teatrga tashrif buyurishgan. Bulkar singlimiz Navoiydan, Hoji akamiz Qahramon aka qarshi, Chorshanba aka qarshi. Va albatta Kamila Kamtarin, Sherali Xoliyev. Hammaga Alloh kayfiyat tilayman. Ana endi telefonni ham o'chirib qo'yamiz. Iltimos qilishdi, iltimoslarini albatta inobatga olamiz.